Assalomu alaykum. Yerim chetga ishlagan ketgan. Salmijo'noq tez urishib qolamiz, nima qilsam bo'ladi? Yeringlarni qanaqa qilib chetga ishlagani bitta o'zini jo'natasizlar. Nimaga billa ketganglar kelmaydimi? Billa keting desa 3 ta bolam bor, qanaqa qilib ketaman deydi. Yeringlar chetda bo'lsa, qaysi orada uncha bolani tug'ib tashlashga uspet qilasizlar? Sizlarga savol. Nimaga kambag'allar bolasi ko'p? Nimaga kambag'allar 4 ta, 5 talab bolasi bor? Boygacha o'zini tutgan, imminni O'zbekistonda Toshkentda ishi borlarning bolalari kam 2 ta, bitta bo'ladi. Nimaga? Ha? Kambag'allik boshqalarga ishi yo'qmi? Faqat tug'ish kerakmi? Keyin qaraganda yoshligilar o'tib ketadi, eringlar chet elda ishlab kelgan puliga o'g'il to'y qilasizlar, xalqqa yedirasizlar, bitta uy solasizlar, bitta mashinani olasizlar, bir umr bir biznes qilaman, boshqa qilaman deb o'ylamaysizlar. Qishda uyda yotadi, tug'ib tashlaysizlar, yozi bilan yana ketadi Rossiyaga qarab. Shu ham hayotmi? Bitta tug'inglar. Umuman tug'manglar, yaxshisi sossiyana bo'lguncha, ketinglar eringlarning yoniga. Sharoit yo'q, seni olib ketmayman deydi mana. Sharoit qilsa bo'ladi, Luboy Mamid xohlagan joyda. Eringlarni yolg'iz qoldirmang.